Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizga shunday bir narsa kerak. Endi bu Islombay temperatura o'lchaydimi? Ya, temperatura ko'p odamlar buni boshqa ma'noda tushunishi mumkin. Ahmad bu lekin siz xayolingizga kelgan narsa emas. Bu TDS metr bo'ladi. Bu ya'ni uyimizda kelib turgan vodoprovod bo'lsin, skvajinni suvlarimizda sifatini tekshirib beradigan apparat bu. Indikatorlari bor, ha? Indikatorlari bor. Buni hozir video davomida ishlashini ko'rsatib ketamiz. Hurmatli do'stlar, mana biz o'zlarimiz suv filtri o'rnatganmiz. Hozir ko'chadan kelgan suvmi buni? Ko'chadagi suv. Shuni tekshiramiz. Bu ham toza suv bo'lib turadi. Bu isli, sifatsiz, layqa suv bo'lishi mumkin. Buning yechimini biz uyingizga borganda birinchi navbatda TDS metr bilan o'lchab ko'ramiz. Shunga qaysini to'g'ri keladigan bo'lsa, shu filtrimizni maslahat berib, sizlarga o'rnatib berib, mazali suv chiqarib berib ketamiz. Xudo xolasa filtrlarimizda. Bu hozir yig'amiz 0 turibdi mana. Ko'rinib turibdi. Qara. Necha ko'rsatdi? 286. 86. Уже sifatsiz ham sho'r ham isli. Уже ichishga yaroqsiz bu. To'kt tashadan buni ramqani endi. To'kt tashimiz. Hozir o'zlarimizga o'rnatib попробовать etish uchun o'rnatilgan suv filtrining suvining sifatini tekshiramiz. Bir choy berasam yo chaymasam ham bo'laverami? Choy beramiz. Videoni uzmay turibmiz, чтобы ishonchliroq bo'lishi uchun. Qarasa mana ketdi. Shu g'ana suv yetadi o'sha. Davay. 0 da turibdi. O'rtaqlar 43. Bu degani 100 galonli filtrimiz bu yani. 100 galonli уже 100 galonlardan 43 galon berib turibdi mana. Уже 100 dan ham уже pes. İchishga yaroqli ham bu filtr necha so'm? Bu filtr 1,5 million so'm ustanovkasi bilan birga. Ustanovkasi bilan birga. Mana bu ham sotiladimi? Ya bu narsa sotiladi. Endi topish qiyin bu narsani. Shu zakazini oldirdik o'zi bilan. Go'stanlardan o'tgan narsa bu. Hurmatli do'stlar, suv filtr, suv tekshiradigan apparat kerak bo'lgan bo'lsa, Megastroga kelaverasizlar. Bu ustanovkasi bilan birga 1,5 million so'm. Yana boshqa suv filtrlar bor, ha. Video davomida ko'rsatib o'tamiz. Ma'lumot berib o'tamiz. Qarasa, sog'lig'ingizga sifatli, misol uchun disvoda sotib olib o'tiradi bu hoja. O'chi buni olib qo'ysa, kerak vaqtida 24 soatda mana necha litr suv? 550 litr suv beradi. 550 litr. Uyga da qo'shib qo'ysa da bo'ladi. Onday xizmatlar ham bor. Uyni prямо ulab berib ketaveramiz. Bachok qo'yamiz 500 litrlik, kun mobaynida 550 litr suv chiqarib beradi. Yuvinishini, hojatini, hamma narsasini ishlatsa bo'ladi. Kiyim-kechaklar ham to'zmay ko'p vaqt xizmat etadi. Yer suv filtrlarini ko'rsatib endi. Hurmatli do'stlar, bilan suv filtrlarimiz Islombay tanishtirishda davom etadi, boshlayver. Bu haqida video chiqqan, ko'rmaganlar uchun misol uchun yana bir aytib o'tib ketaveramiz. Bu 8 bosqichli bo'ladi. Qaysi filtr tig'ilgan, qaysi filtrda ish bor bo'lsa, shu sensorda chiqarib turadi polni. Monitorli, avtomatik. Bularimiz 1 million 900 ming so'm, 2 kilo kattasi ham kichigi. Ikkovi 8 bosqichlar. 24 soatdan necha litr suv chiqaradi? 24 soatda 600 litr, 650 litr suv chiqarib beradi bular. Keyingisini o'tamiz. Keyingisini bu 7 bosqichli bular xuddi shunday, bu 600 litr suv chiqarib beradi. Sensor emas, ha? Sensor emas. Bu esa уже ko'rsatib o'tganimiz, hozir testda o'tirganimiz bu. Bu esa Ahmad уже ofislar uchun zo'r ketadi, ham issiq suv, ham muzday suv, ham ichimlikka suv chiqarib beradi ananda. Bu necha litr chiqaradi 24 soatda? Bu endi kitobida yozilishi bo'yicha 700 litr suv chiqarib beradi deydi. 24 soat mobaynida. Bular belgilari ikki bosqichli nasosga o'rnatiladigan filtrlari bular. Xo'p, kimga qanday filtr kerak bo'ladigan bo'lsa, hurmatli do'stlar, Megastroga kelaverasizlar. Islombayning o'zi xudo xolasa suvlaringizni tekshirib, ustanovga etib beradi. Xudo xolasa.